bemorlarda vazn kamayishi va qandli diabetni kompensatsiyaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Glikagon podobniy peptid, ya'ni GPP-1 guruhi hozirgi kunda zamonaviy qandli diabetni davolovchi hamda ozdiruvchi guruh preparatlari hisoblanadi. Bu preparatlar bizda to'qlik hissi chaqiradi va shuni hisobiga bemorlarda vazn kamayishi va qandli diabetni kompensatsiyaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Bu guruh preparatlari bundan tashqari yurak qon tomir tizimi, ya'ni kardioprotektiv ta'siri tarafdan ham juda samarali preparatlar hisoblanadi. Bu preparatlar hozirgi kunda inyeksiya formada kirgiziladi, ya'ni agar viktoza bo'ladigan bo'lsa, har kuniga Arsema, Manjaro yoki Trulicity bo'ladigan bo'lsa, haftada bir martadan dozalarga bo'lib berilgan sxema bo'yicha olinadi. Agar siz bir necha yil tabletka ichib, ozishda yetarli darajada natijaga erishmagan bo'lsangiz, bu preparatlarni qo'llab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Lekin albatta mutaxassis ko'rigidan o'tib, tekshiruvlardan o'tib, keyin bu guruh preparatlarni qabul qilganingiz juda ham ma'qul.